Salom salom, meni kuchli matematiklarim, salomatmisiz? Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan nihoyatda xursandman. Demak, sizlarga har doimgidek aytib o'taman. Kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying, like bosing, kommentariy yozing va tanishlarga yuborib qo'yasiz degan umiddaman. Chunki kanalimizni 11 mingta odam kuzatib boryapti, lekin ishtirokchilar, obunachilar soni bor yo'g'i mingtagina xolos. Shuning uchun bizni videolarimiz sizlarga foyda keltirayotgan bo'lsa, vazifalarni biz bilan bajarayotgan bo'lsangiz, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolaman. Va Instagram kanalimizga ham albatta obuna bo'ling. U yerda biz farzand tarbiyasi, sog'lom oila qurish hamda travmalarsiz yashash haqida birga gaplashamiz. Xo'p, demak, 2-sinf uyga vazifasi 17-bet, 9 hamda 10-misollar. 9-masala, demak, ekranlaringizda ko'rinib turganidek, usta 23 ta kosa va 17 ta lagan yasadi. Uning shogirdi 12 ta kosa va 14 ta lagan yasadi. Ular jami nechta idish yasagan? Usta nechta ortiq buyum yasagan? 9-masalaning qisqacha shartini yozib oldik. Mana usta va shogird kosa bilan lagan yasagan. Kosadan usta 23 ta yasagan, shogird esa 12 ta yasagan. Lagandan usta 17 ta yasagan, shogird esa 14 ta yasagan. Bizga savol berilishicha, shogird bilan usta hammasi bo'lib nechta buyum yasagan va ikkinchi savoli usta shogirddan nechta ko'p buyum yasagan degan savol berilgan. Demak, biz masalani ishlashni boshlaymiz. Xo'p, usta kosa va laganni birgalikda nechta yasagan topishimiz uchun ularni bir-biriga qo'shamiz. Mana ustun shaklda tayyor yozilgan. 3 ga 7 ni qo'shsak 10, 0 ni yozamiz, 1 dilda. 2 ga 1 ni qo'shsak 3, dildagi 1 bilan 4. Demak, usta 40 ta buyum yasabdi. Shogird 12 ta kosa va 14 ta lagan yasagan bo'lsa, ularni bir-biriga qo'shamiz. 2 ga 4 ni qo'shsak 6, 1 ga 1 ni qo'shsak 2. Mana, shogird esa 26 ta buyum yasagan. Endi ikkalasini bir-biriga qo'shsak, usta va shogird umumiy bo'lib nechta buyum yasaganligini topgan bo'lamiz. Demak, 40 ga 26 ni qo'shsak, xo'p, orqadan, ya'ni birliklar xonasidan bir-birini qo'shib, mana bu joyda ikkita kattak tashlaymizda, ikkinchi kattakka yozishni boshlaymiz. 0 ga 6 ni qo'shsak 6, 4 ga 2 ni qo'shsak 6. Demak, usta va shogird umumiy bo'lib 66 ta buyum yasabdi. Xo'p, bu birinchi savolimizga javob edi. Ikkinchi savolimizga javob esa usta shogirddan nechta ko'p buyum yasagan. Uning uchun ustani yasagan buyumidan shogirdni yasagan buyumini ayirib yuborishimiz kerak. Demak, 40 minus 26 teng. Mana endi ustun shaklda ayirmasdan keling og'zaki ayirishni boshlaymiz. Mana bu ikki xonali sondan ikki xonali sonni ayirsak, ikki xonali son chiqadi deb tasavvur qilamiz va ikkita kattak qo'yib olamiz va ikkinchi kattakka yozishni boshlaymiz. Birliklardan birliklarni ayiramiz, o'nliklardan o'nliklarni ayirib, o'nliklar xonasiga yozamiz. Demak, 0 dan 6 ni ayirib bo'lmaydi. 4 dan 1 qarz olib, buni 10 qildik. 10 dan 6 ni ayirsak 4. Xo'p, mana bu joyda 3 qoldi. 3 dan 2 ni ayirsak 1. Demak, mana javobimiz birligi ta bo'ladi. Demak, javobimiz usta shogirdiga nisbatan 14 ta ko'p buyum yasagan ekan. Javob deb yozamiz. Javob 14 ta ko'p. 14 ta ko'p buyum yasagan ekan. Endi keyingi 10-misolga o'tamiz. Ekranlaringizda ushbu masalaning javobi skrinshot bo'lib tashlanadi va siz videoni pauza qilib bemalol ko'chirib olishingiz mumkin. 10-misolimiz sonlarni taqqoslang deb aytilgan. Demak, biz kecha sizlar bilan xuddi shunday uy vazifa bajarganmiz, sonlarni taqqoslaganmiz. 3 xonali son bilan taqqoslanyapti. Demak, ularning xonalari bir-biriga teng va qarang, birliklar, o'nliklar, yuzliklardan iborat. Yuzliklar xonasidagi raqamlarning qaysi biri katta bo'lsa, ana shu tomon katta bo'ladi. Demak, 765 ga katta tomonini qo'yamiz. Xo'p, 275 hamda 192. Albatta mendan oldin ishlaganlar bor, lekin bu yerda nimaga 275 ni kattaligini tushuntirishim kerak. Mana
Yuzliklar xonasiga qarang. 2 kattami yoki 1? 2 katta, albatta katta belgisini bu tarafga qaratib qo'yaman. Agar xonalar soni bir-biriga teng bo'lsa, birinchi xonani ga e'tibor beramiz va yuzliklar xonasida mana qaysi biri katta bo'lsa, ana shu tomon katta bo'ladi. Endi mana bu joyda mana 431 katta deyapsiz, to'g'ri aytyapsiz. Nima uchun? Chunki bu yerda 3 xonali son, bu yerda esa 2 xonali son. 3 xonali sonimiz albatta katta. Xonalar soni ko'p bo'lganligi uchun bu tarafda katta deb belgilaymiz. Bu tarafda esa 320 katta. Sababi bu 3 xonali son, bu 2 xonali son. 2 xonali son albatta kichkina hisoblanadi. Mana bu joyda ham 3 xonali son hamda 1 xonali son. Qaysi tomon katta? To'ppa-to'g'ri bu tomon katta. Chap taraf. Xo'p, 5 va 112 albatta bilasiz, 112 katta hisoblanadi. Barakalla. Men bilan birgalikda ishlagan o'quvchilarimiz ham bor. Endi o'quvchilar vazifalaringiz skrinshot qilib tashlab beriladi va siz videoni pauzaga qo'yib ko'chirib olishingiz mumkin. Ko'chirishdan avval sizlarga eslatib o'taman, albatta YouTube kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, like bosing, kommentariy yozing va tanishlarga yuborib qo'ying. Men sizlar uchun uyga vazifa tayyorlab boraman. Siz esa men uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib keting. Xayr, salomat bo'ling.